Hurmatli mijoz, sizga kredit ajratishimiz uchun siz OneID orqali identifikatsiyadan o'tib, ma'lumotlaringizni olishga ruxsat berishingiz kerak. Nima? Qanaqa identifikatsiya, qanaqa ruxsat? Hech qaysi bankda bunaqa talab yo'q. Qayerda yozib qo'yibdi bu narsani? Assalomu alaykum hurmatli mijoz. Maylimi sizni xonaga taklif qilsam? Muammoingizni hal qiladi. Yo'q, aka, men tushunmayapman-da. Qanaqa identifikatsiya, qanaqa ruxsat? Qayerdan chiqdi yana bu narsa? Hurmatli mijoz, raqamli hukumat tizimidagi shaxsga doir ma'lumotlarni xavfsizligini ta'minlash maqsadida endi banklardan kredit olish jarayonida sizni ruxsatingiz talab qilinadi. Xo'p, men qanaqa qilib ruxsat berishim kerak bunga? Buning uchun birinchi navbatda telefoningizga OneID ilovasini yuklab oling, so'ngra MyID yoki Mobile ID identifikatsiyasidan o'ting. Tizimga kirgach, asosiy menyudagi boshqarish bo'limiga o'tib, ochiq ma'lumotlar bilan tanishganingizni tasdiqlang va xizmatni faollashtiring. So'ngra sizga bank va tashkilotlar ro'yxati taqdim qilinadi. Siz esa o'zingizga kerakli tashkilot qarshisidagi qulf belgisini bosib, ma'lumotlaringizdan foydalanishga ruxsat bering. 10 son ekan-a? Yana xavfsizlik taraflama ham zo'r bo'libdi. Endi o'zim ruxsat bermagunimcha hech qaysi bank meni ma'lumotlarimni ola olmas ekanda. Xuddi shunday. Va shuni ham unutmangki, xizmatdan foydalanib bo'lgandan so'ng qulfni qayta yopib qo'ying.